Yo WhatsApp bolalar obunachilar, sizlar bilan men lider. Bugungi videoda biz mana shu bo'ydor negrning tarixini bilib olamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasa men videoni boshladim. Bo'ydor negrning yaralish tarixi. Bir teoriyaga ko'ra, Endermenlar oldin odam bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanaqasiga desanglar, Endermenlar odamlar kabi gapira oladi. Короче так, Endermenlar odam bo'lgan payti Endermerga tushib qoladi va u yerda mutatsiyaga uchrab bo'ydor negrga aylanib qolishadi. Yana bir teoriyaga ko'ra, Endermenlar oldin Ender Dragonga xizmat qilishgan. Keyin esa asta-sekin Ender Dragonning ta'siridan chiqib, o'zlari xohlagan ishlarini qilishgan. Hozir ular Dragonga xizmat qilishmaydi. Ya'ni просто так chop borgan. Video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyin bu menga motivatsiya bo'ladi. Keyingi video qanaqa bo'lishini kommentariyga yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.